Do'stlar, bize Favora restorandamiz. Waterpro'ning bugun konferensiyasi bor ekan. Xudo xolasa, shunga keldik yana. Santexpark uyushtirib beradi. Atmosfera ichida. Quvvatlashni ta'minlash uchun kuchli ishlab chiqarish mutaxassislari va dizaynerlar jamoasiga egadir. Waterpro sohani rivojlantirish tendentsiyasini nozik his etadi. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish, ishlab chiqarish. Fanlarni o'rganishlarni talab qilyapti. Hisob kitoblar, injineriya nimasiga yetib keldi. Hozir endi sekin bo'lmasa mahsulotlarga o'tishni boshlaymiz. Kataloglarni olasizlar и kataloglarni 9-marmolada ochadigan bo'lsak, eng prostoydan boshlaydigan bo'lsak, Pivot Serios'dan ishlab chiqarilgan qizil rang bo'ladi, oq rang bo'ladi. Rulonda 200 metrlik bo'ladi. İşlerim? Normali? Baraka topinglar. Pivot Serios'dan ishlab chiqarilgan katalog. Pivot Serios'dan ishlab chiqarilgan ikki xil rangli, seriya va qizil rangli rulonda 200 Yo, shuni so'rlab turibdi. Buni texnik xarakteristikasi 75 gradus maksimal temperatura, kritik. To'g'ri aytadi. Рекомендуемая рабочая температурasi 60 gradusgacha maslahat beramiz. В принципе, любой теплый polga to'g'ri keladi. Buni narxi hamyon bor, mijozlarga yumshoq, ishlashga qulay. Undan keyingisi shu polietilen chet elda ishlagan akalar bormi? Rossiyada, Koreyada, Yevropada ishlashgan akalar bo'lsa bilishadi. Chet elda juda ham rivojlangan betonlarni sortlari oshgan. Xullas, hozirgi zamonaviy qurilishda 50 yil, 70 yil, 100 yil perspektiva bilan qurilyapti. Hozir o'zim mana Toshkentda eski shahardagi hovlimiz 100 yillik oddiy pastidan qilingan hali ham turibdi. Lekin hozirgi beton yangi texnologiyalar bilan qurilayotgan uylar agar to'g'ri qilinsa 100 yillik perspektiva bilan qilinyapti. Endi qarang, aboyingizni, romlaringizni yoki eshiklaringizni